maydondagi mehmonlar, assalomu alaykum. Muhtaram 4 nafar yetakchi shundaqla assalomu alaykum. Ekran oldidagi programmamizni ko'rishga taqozo bo'layotgan barliq ko'rman do'stlar. Riyosatchi Kernishanlar Nijat va Liyoqtin hammalarga sevg'inishli salom, oliy ehtirom. Güzel İpek Gülü sadasi. Cümhuriyet diye teknik size Sultan Zavası işlengen güzellik inansın güzel kırım buyumları mayırlağa ahmetlerdir. Eğer de programımızın her sahanını koymayı görüp kiloatkan bolsanlar çokum yadınlar bak. Bizim programımızda 1. 2. 3. 4. dereceye erişken mayırlarımız intayın katı tartışılındı. Ondaqda mukafat buyumlarımızı riyasetçimiz Hidayetsiz Şemşidin'den bayallardan anlap bakaylık. 1. dereceye erişken mahirni hasal makani gulcunu işlep saftava hasilini bazarı salgandan beri halkımızdan yaptırıp istima gulcuğa erişken gulca tasıl musulman yemek işlep çıkarış şirketi 200 milyon kıymetli otomobil bilen tartışılaydı. 2. derecelik mükafat uzak yıllık tədqiqat nəticəsi bilen diyarımızda tuncu bulup diyar markasiti əla süpətli görüşlük soda suyunu işlep çıkarıp halkımızdan yaptırıp istimal kılışı ve işletliğe erişken Ürümçi Diyar Fen Texnik Terakkiyat şirketi 150 milyon kıymetli otomobil bilen tartışılaydı. 3. derecelik mükafatımız olsa Uyghur tebabetçilikte belgeli köz şahsı okuğan Şincan Kinara Meblağ Silki Erkan Mesutları teminligen 100 milyon kıymetli otomobil. 4. derecelik mükafatımız olsa halkımız milli kiyimçiliginin namayelisi boğan Şincan Mötüver Halkara Soğutek Şirketi Elzok kiyimçiligi teminligen 50 milyon kıymetli otomobil. Şuna kıyırındaşlar bizim mükabat buyumlarımız intayın katta. Özünü özüden mahirlerimizden tayarlıqmı intayın katta. Şunaq bu hakikaten ismi cismiga layık raqobat bosqichi. Chunki bu bosqichda har bir guruhdagi 32 nafar mayir o'z guruhidagi a'zolar bilan ishqidan bo'lib raqobat tutishadi. Shunaqla eng oxirida har bir guruhda faqat va faqat 16 nafar mayir tanlab keladi. Mayırlar raqobatlash jarayonida bizning yetakchi o'quvchimiz raqobatlashayotgan mayirlarning har ikkilisini tanlasimi yoki ardın birini chalib etsinmi va yoki ikkilisini tanlamasimi tamamen bo'ladi. Agarda mayirlarimiz chalib etilib qolsa, bizning boshqa yetakchilarimiz o'z guruhiga bir mayirni qo'shib olish huquqi bo'ldi hamda bu huquqdan voz kechishmi bo'ldi. Qaysi bir yetakchimiz o'z guruhiga mayir tanlash jarayonida boshqa yetakchilarimiz shu yetakchimizga qimmatli fikr takliflarini hamda tavsiyasini berish kerak. Bunun başka, eğer bizden mayırlarımız sahilden ayrılıp kalgan olsa, bu mayırımız görünmelerimizden kısmın alkışıya erişken olsa, ondaki görünmelerimiz bilet taşlar kısmı arkalı, olanı yana devamlı, tekimiz bir kaydır filalaydı. Biletin kanatlaştayımız, Şincan Televizya Sansiye Kuyu Törbükü, şunakla Meşref Güzlü Yanfon Yitali. Hem de 3W çekit kuş avaz çekit.com Yanfon Törbüket adresi ve şunakla 125 90 222'ye telefon kılış arkalı, mayırlarımızı bilet taşılsa, belki şu mayırlarımız bizden tekimizde yana devamlı nasıl yita alışı mümkün. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik minin Çin güzel birim buyumları mahirlağa amet dileydi. Ondaqda bizningki dostlarımızga ayan bo'g'inidek bugun do'stlarning diqqatida bo'ldig'ini Abdullah sahnasi. Mana endi ya'ni 2014-yili 9-oydan boshlab Şinjanning har qaysi joylaridan biz o'quvchi bo'lib kelgan 32 nafar o'quvchim orqali o'zimning o'qishim doirasini kengaytirib, mushu yigitlarga, mushu qizlarga o'zim bilgan tajribalarimni deb berish orqali bizning maxshi muzik sohasida yana yangi kuchlarning algi kerakli odamlarning ko'proq yetishib chiqishiga bir rasm qo'shsam deb itaklab ketyapman. Bulardan cho'ng umid kutamiz ham bularga g'alaba tilaymiz. Abdullah sahnasi arzu armon, umid ishonch va aql farosatning sahnasi. Albatta Abdullah sahnasidagi 32 nafar mayirimizning tarbiyalanishida bizning Abdullah Abdurim apandimning yurakini sarf qilinib qolmasin. Yana uningki yordamchisi Abdullah Abdukim apandimni nurg'un ijroat qildi. Qizg'in olqishlarimiz bilan Abdullah Abdukim apandimni sahnamizga taklif etamiz. Marhamat.
Bugün Abdullah sahnesi. Şu tapda meydan sırtida 32 nafar mahir meni chaqirishimni kutib turmoqda. Ular bu sahnada faqat mahirli bo'lib qolmasin, menimcha tamamen yulduz deb atashga munosib. Chunki ularning 20 bu sahnada cho'lpon yulduziga aylanib ko'tarilsa, yana 20 aqar yulduziga aylanishi mumkin. Undaqda Abdullah efendim, bugün sahnangizdagi 32 nafar yulduzga qanday yurak so'zlaringiz bakin anglab boqaylik. Assalomu alaykum. Naq maydonda o'tirib musobaqaga ishtirok qilayotgan barliq qarindoshlar va televizor oldidagi barliq qarindoshlarimiz bizni qo'llab-quvvatlaganlarga ko'p rahmat. Sizlarga eng oliy salom va ehtirom. Bugun men uchun intayin echinishli bir kun bo'layotdi. Sababi men chin ko'nglimdan, chin dilimdan suyib yaxshi ko'rayotgan 32 nafar o'quvchi hozir musobaqani saqlab turyapti. Akıbette bugünkü 32 nafar o'quvchining 16 qat kelishga majbur bo'lyapmiz. Lekin bizning o'quvchilar bilan o'zimizning bu qatamqi musobaqaga tutgan pozitsiyalarni aniq shiorimiz darajaga erishish shart emas. Naqshini yaxshi aytish shart. Buldu. Undaqda bizning yetakchilarimizdan tayyorlik qilgan bo'lsa, mahirlarimizdan tayyorlikka taqibdi. Abdullah sahnesidagi tunji raqobat, Yangi yurtda qo'tandan kelgan Umarjon bilan Aqto'dan kelgan Mehmet Seyitning raqobati hozir boshlandi. Mehmet Seyit inimiz o'zi Aqto'liq yigit, buningki o'qish tarixidan tortib mana ayol. Ana san'at maktabining san'at institutining aktyorlik kasbini bitirgan. Hicran otdaki yarnisa Evsiz çıkan bir mısranın mezmununu ulaşta fakat hissiyat payımız. Arlıkta üzülüş olmaz mı? Muş hissiyat üzülüp kalmaz. Ben Abdullah sahnesiga qilingandan keyin Abdullah ustoz haqiqatan aldirash bo'lgan bo'lsa-mu, aldirishning uchun vaqt chiqarib bizga oz bo'lmagan ajrlarni sundurdi va tarbiyani berdi. Mehmet Seyit inimiz kasbi egallagan bilimlaridan hozir o'zi yaxshi ko'rayotgan naqshi kasbiga singdiralgan undan
yig'ishtirolgan Ahmet Seyit'nin o'zining kim şu naqshchilikqa kirgan tarixi menga ayon xeyli uzun yil bo'ldi bu bola shu naqsh ustida iznib yurgan. Biroz kuchlik bizning ishonchimiz bor naqshchilarimizdan. G'am bilan o'tar menmu kundim. Agar hissiyat uzilib qolsa shu naqshida bu naqsh aytish uchun aytilgan bo'ldi. İçimizdeki mushu dardni, qalbidagi bir hasratni ifodalaydi. Unda o'g'andikin avjisida biz cho'qim misrani orlig'ida yo tovuz yo'q yani. Faqat bir nafas bor. Shu nafas erish orlig'idagi kayfiyatimizni, hissiyatimizni bir-biriga bog'lasa. Hani Umarjon bo'lsa, u xotinlik yigit, bumi o'tgan qatimqi birinchi qatimliq musobaqada o'zini aytgan naqsh orqali o'zining naqshiga qachondan beri havas qilayotganligi, naqshchilik sohasida qachondan beri izlanayotganligini bizga to'liq ifodalaydi. ...94-yillari mudo'g'an naqshining birini shu orqali o'zini bu ish ustida qachondan beri izlash boshlaganligini bizga ifodalandi. 94-yilda aytilgan naqsh balkim nurg'un yoshlarimiz unutib ketgan naqsh bo'lishi mumkin, lekin Umarjon shu vaqtdagi bir moda naqshini haqiqatan sahnada musobaqada aytib tarixini ko'rsatdi bizga. Ben Abdullah sahnesiga kelganligimdan intayin xushal munosabat bilan ustozim Abdullah Dirayimga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Antum bunda tez bo'lib ketsa, demoqchi bo'lganda chiqarmaysiz. Ben bu qatam chaktar sharqliq raqibimning Muhammad Sid afandim ekanligini uqdim. Biz bilan tunish sharqliq nihoyat yaxshi do'stlarim bo'lib chiqib ketdik. Uning naqshini alayda yaxshi aytganligini his qildim va tunib ketdim. Bu ikkisi bu qatam navbatda bil musobaqaga tushdi. Yana har birisi o'zi tanlagan naqshini qisqa vaqt ichida shuning ichidagi eng o'zi yaxshi joriy qildira oladigan qismini aytib bir-biri bilan musobaqaga tushdi. Men hozir seni chiqmoqchi. Umarjon birodar, diqqat qilinglar. Naqsh yaxshiroq aytasizlar. Baka xo'tdan ketib qolmanglar. Ben onunla zo'r natijani tilayman. Azaldan cho'ng so'zimni yelkim uchun men ular musobaqada yuz ko'rishni o'yladim. Bularning yaxshi natijalarini kutamiz.
bir gün Yuqorida biz ikki nafar mahirimizning sadosiga quloq soldik. Bu sadolar naq maydonda aytilgan chin sadolar bo'lganligi uchun bizning yuraklarimizni titratdi deb o'ylayman. Jumladan men ayta hayajonlandim. Bunda boshqa yetakchilarimizning tavsiyasini anglab boqqan bo'lsak. Mahmud afandim, cho'nglardan kelsin. Mercan aytgan mazi degan naqshi. Buning muzikasiniki oldingi pauza. Bu Turkiyaning bir muzikaning pauza. Macho Tayfa degan muzikalar pauzasi. Bunlar yarışıptı. Ama bu emgek mevzuga hürmet kılıp beni kesip ulursak biz yaxşı bulmaydı menimce. Bunun için dikkat etsek olur bu yarışlara. Nakşı kessek oradan orlap verdiniz. Yani işkileylerinden özgüçlük Allah'ıyla bağ kıyama. Yaxşı orlap verdiniz. Keçiring Mahmud efendim, çoğun birini tavsiye kılışınız gerek. Abdullah efendimki sizdençe qaysi mahirimize tavsiye kılsak muvaffak bular? Qaysini tavsiye qilay? Bu shunday gap bizni qishlab qo'yishni mana. Cho'qim tavsiye qilish kerakmi? Shundoq. Tavsiye qilmasak bo'lmaydi. Estağfurullah, men qaytay. İşimiz çoğum sizge yargan, seximi bekerek yargan bir eylem buluşu mümkün. Hiç yok. Sizler ustazlarının her kandak fikir tekliflerini menimce mayırlar tüvencilikten kabul kıldı. Şunlaşka özünüzün oyluğunuz ne dep bergen bolsanız. Mening ko'z qarshimda Mehmet Seyit inimiz Hoş. teyinlik dersi. Mahmud efendimniki ko'z qarshina aytib iniq bo'ldi. Rahmat. Undaqda Nurnisa Abbas xonim sizning ko'z qarshingizni qisqa jig'in taqib anglab baqqan bo'lsak, kimni tavsiya qilasiz? Abdullah Abdurim bizning ak yo'lliq ustozimiz. Bu ikkisini bir yerga akilishi meningcha nihoyat to'g'ri bo'ldi. Bizningki Ömercan bu mahirimizmi o'ziningki amal va kuchining yetishicha
hatto bo'g'ilib qolgan bo'lsa-mu, oxir qismlarga kelgan chog'da. Shundoq yaxshi aytdi Mahmud apandim aytgandek. Mehmet Seyit qiyinlik darajasini aytib yuqori bo'lgan naqshini tanlabdi, lekin yuqorisig'imi avjisiga ravon chiqdi. Tövönigimi shunchalik yaxshi bo'ldi meningcha. Meningki eng Shundoq bo'lgan chog'da Mehmet Seyit. Erkin Abdullah efendim. Mehmet Hazır Abdullah Abdurrahim efendimninki eng hayajonlanadigan, eng jiddiyleşadigan, eng qiymaydigan minutlar yetib keldi. Abdullah Abdurrahim efendimning qarashini bir anglab bakkan bo'lsak, tanlishiga quloq solsak. Bugun musobaqa sizlar emas, biz tushyapmiz. Haqiqatan qiyin. Umarjon necha kundan biz deyishgandan yaxshi ijro qilgan naqshini. Bizning ommabop naqshlar bilan mayli an'anaviy uslubdagi naqshlar bo'lsin, bizning o'quvchilarimizga nisbatan baribir hammasi o'rinlash, ijro qilish naqshini hamma shart-sharoiti bilan. Mushu sizlarga o'ylayotgan talab. Mahmud apandim degandek, gerçi uslub o'qishimizmi, sizlar harbiy ishkilanmay yaxshi o'rinlashni oldirib shart qo'ysangiz bo'ldi. Bu ishkilisi pishqon naqshchilarmi edi. Meni oldam kelib o'quvchi bo'lib olgan bilan bak yomon nimalar bo'ldi. Qo'linglarni beringlar, hamda eng oxirgi tanlash. To'xtatma, men vaqt tuydimanda. Shundoq vaqt taqsib qoldi. Bir qolib o'tgan bo'lsin. Chunki qatimliq aylanma musobaqaga biz bilan davomli maqmoqchi bo'lgan o'quvchimiz Abdullah aka, necha kundan beri to'xtamay odam tanlayapsizlar. Charchab ketdingiz axcha. Biz yerimizni charchab ketib, og'rib qolmang yana. Demasimi o'zingizni asirsiz bo'lyapti Abdulla aka. Odam degan albatta charchaydi. Ammo men Xushanbarni tanlag'achqilar charchash his qilmayman. Ham immun kuchimni tuvallab, zehniy quvutimning ojizlab ketishidan andish qilmayman. Sizlarni ketib ketinglar. Chunki Xushanbar oqsil tanqonlari hazm qilishni ilgari surib, immun kuchimizni oshirdi. Xushanbarni iste'mol qilsanglar, hammanglar Abdulla akamdek charchamaydigan bo'lib ketisizlar deb o'yladim o'zimcha. Jipak yo'lida yangragan xush ovoz qalbimni larziga selib, uni tanlashimga turtki bo'ldi. Men meni tanlash tutisiga sahib qilgan motivarni tanladim. Mening tanlashim yana motivar kiyimlari. Mehmet Seyit. Muborak olsun, Mehmet Seyit. Hammaydanga ayonki Abdullah Abdurrahim efendimninki yetakchi ustozning mushinchilik ishkilanishida, mushinchilik o'yinib kelishida cho'qim o'zining qiymagan yerlari bor. Demak, bugun Umarjonning o'zining qobiliyatini, shuning yetishishini namoyon qildi deb o'ylaymiz. Shundaqda sahnadan ayrilish oldida ustozlarninki o'z guruhiga boshdan oxiri faqat bir a'zoni qabul qilib bilish soni bo'ldi. Agarda xohlasa, ustozlarga 10 sekund vaqt beramiz. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 To'lma afsus. Yurak so'zingizni aytib olsangiz. Men tunji qadim Abdullah Abdurrahim ustozimiz al sevgan naqshbonimiz Abdullah Abdurrahim akamizniki shogirdligi bo'lib tanlanganimdan intayin xushal bo'lgan. Ham yana shu kayfiyatdan xushal yashayverishim mumkin bo'ldi ekan. Tanlash shunday bo'lgan bo'lsa, taqdirga amal yo'q. Men davomli Abdullah Abdurrahim akamiz bilan qanday ishlar bo'lsa yana birga mingishda turishman. Men rozi bu sarga. Do'do Marjon, omad sizga bo'lsin. Rahmat. Hayatınızda beyge ve sınav var. Onun yüzülüş batırlık demek. Ömercan Mahmud programımız arkalık öz cesareti, isil kuyunu bizge tardım kılıp, bizni hoşal kılgan sanat mahiyeri. Biz Ömercan'dan razı. Batırlık bilen yeni menzillerge yetkeysiz. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik minin Çin güzel girin buyumları mahirlağa amet dileydi. Programımız Ulaştı növbet sahnimizde bulduğunu bizdeki birinci basqışta balı çolpanımızga aylangan Qashqardan kelgan Paratjon bilan
Turpandan kelgan Ferhatning raqobati. Qarshilib ular tekni taklifimiz. Bu gruppadagi naqshchilarning har ikkalisining ismi o'xshashli Farhat. Farhat. Yani bizning guruhimizda yani naqshchilarimiz orasida uni cho'ng Farhat, kichik Farhat deb qaraymiz. Kesbim miras qolgan ata buvam diyen Endi kichik Farhat yaşı 16 yosh. Kichik bo'lsa-mu endi dastlabki biz uningki ba'zi taraflarda misal o'zi ojiz ekanligini, bu jismoniy jihatdan ojiz ekanligini his qilmay tanlagan. Chunki biz ko'rmaymiz o'chadi misol. O'rgangandan keyin bu yigitning yashi kichik bo'lib qolmay, boshqalarimizga o'xshash jismoniy jihatdan to'liq taleylik emasligini bayqab, intayin hammamiz bu ishga biroz ichingan. Chunki bu inimizning, bu bolamizning ovozi intayin yangroq, suzib, andin cho'ng naqshlar aytgan naqshlarni tanlab aytib, yaxshi bir natijani yaratdi o'chadi. Endi kasbini xizmat etganda 16 yoshli bo'lgan ovozi to'xtalgan ovoz hisoblanmaydi. Balkim biz uningga yaxshi bahoni berganimiz bilan ayni bir yildan keyin uning bu ovozi bu emas bo'lib qolishi mumkin. Unda bir xavf bor. Endi lekin mutlaq ko'p sondagi erlarning ovozi 16 yoshdan 18-20 yoshlargacha o'zgardi, ammo az bir qism odamlarning ovozi o'zgarmay qolgan ishlar bo'ldi. Men bu o'g'limiz Farhatdan shunday bir umid kutaman. Men bu Yipek Yo'li Sadosi programmasiga qatnashib, Abdulla sahnasiga chiqqanligimdan qattiq faxrlandim, xush bo'ldim. Shu Abdulla Abdurim ustozni men o'zimning dadasidek ko'rib, ustoz emas, o'z dadamdek ko'rib, shu ustozning qo'lida tarbiyalanib, kelgusida yaramli naqshchi bo'lib, cho'lpon bo'lib, ellik tonilib chiqishini orzu qilaman. Uning hozirgi mush ovoz tusining mangu saqlanib qolishini, uzun davomlashishini, ya'ni bizga tatliq his tuyg'ularni ato qilishini umid qilaman. Sizning ovozingizning yuqorligida, chiroyli suzuk chiqishida bizda ishonch bor. Cho'ng Farhat o'zi endi yerlik naqshlarni bo'lib, bu turpan xalq naqshlarini yerlik shivillar bilan, turoqlar bilan, hissiyotlar bilan to'g'ri aytoladigan, bir qadar pishiq aytoladigan yaxshi bir naqshchi. Men Abdulla Sengsiga kirganligimda intoy xush bo'ldim. Men shu Abdulla Sengsiga kirgandan keyin bizning Abdulla ustozimiz yaxshi bilimlarni berdi, yaxshi rag'batlarni, yaxshi bilimlarni berdi. Bir naqshda naqsh aytish hunaridan boshqa uning bir sog'lom tafakkur qiladigan kalla bo'lish kerak. Bu inimizmi shunda bir naqshchi bo'lish tegishli sog'lom tafakkurga ega inimiz. Bularning yaxshi natijalarni kutamiz. Mayli men bu musobaqada tanlanmay, men yana ustozimni hurmat qilaman. Ustozim izlab bundan keyin to'xma yaxshi o'rtaq fikrlashib, bundan keyingi yo'llarimni ustoz orqali ichib qolsam ajab emas. Mening raqibim Simbash Farhatjon akam mening raqibim bo'ldi ekan. Cho'qim men shu raqibimni yengishga tirishman. Cho'qim yengib olaman. Farhatjon akamni sandan tushirtay deyman. Qan Farhatjon aka, sizning tayyorlikda bo'lsangiz, qani naq maydonda ko'rishaylik. Mening raqibim bo'lsa Farhatjon Abdukerim hukumiskan. Farhatjon inimiz xalq ustodiki naqshlarni yaxshi aytadi ekan. Bizmi bosh emas. Qag'oy ishlarda sen mo'tirishqin, men o'tirishay, Abdulla Sengsiga ko'rishaylik.
yetip geldin Melenge uçup Hakkı yazdı yarime Canay kıvaz kalbi Şu tapda sahnimizda o'xshash ismli Paratjonlar turibdi. Ular o'xshamagan shaharlardan kelgan, biroq o'xshash bir sahnada o'xshash bir ustozga shogird bo'lib, bugun bu sahnada o'zining iqtidorini, talantini sizlarga namoyon qildi. Yuqorida biz ularning kuyiga yuragimizni quloq solgan bo'lsak, hamda aqli idrok bilan keskin qaror chiqadigan minutlar yetib keldi. Shunlashqa o'xshashlar biz ustozlarning keskinlik bilan o'zining bahosini, tanlashini aytib berishini tavsiya qilamiz. Aldı bilan yana davomliq Mahmud Sulaymon efendim, sizning tavsiyangizni anglab baqsaq. Paratjon inimiz yana Qashqardan kelgan. O'zi elektronlik real bilan chelib o'qidi. Shundoq yaqinliq ovozidan o'qib berdi, o'zi kichik bo'lsin. Ammo Paratjon inimizningki ish kichik, 16 yosh. Ma ovoz pardasi taq yetilmadi hisobda. Hamda 18 yoshdan keyin bilinishdi bu. Cho'ng bo'lgandimi shundoq jaranglik, yangroq naqshlarni, ya'ni shu cho'ng bo'lgandagi ovozi bilan yaxshi o'rlab turishini hammalar umid qilamiz. Anandan keyin Turkmandan kelgan Paratjon inimiz. Obdan o'zlashtiribdi o'ziningki uslubi bilan ustozininki Abdullah Abdurimning yetaklashi bilan chiroyli hal qilibdi. Biroq ko'pincha ovozlarniki o'rni to'g'ri bo'lmay qoldi. Ash turoqqa berilib ketimi deb ovozlarning o'rni to'g'ri chiqmay ketib qoldi. Mening oxirgi tavsiyangiz? Oxirgi tavsiyam Qashqardan kelgan Paratjon inimizning bir ustoz tarbiyalab olarmiki deb umidim bor. Erkin efendim. Çoğun Parat'ın etkan nafsi xuddi bana Ürümçi diyardaki çoğun bir dastıxan. Çoğun bir dastıxan. Her xil yalimiş, her xil Türkçe, Arapça, Uygurca, her xil taamlar. Çoğun bir dastıxan. Andın çoğun Parat'ın ait aldıraşmış dastıxandaki naslarını istimal kılıç bilen aldıraş oldu. Ma bir
misol keltirib deyapman bu. Shuni aksicha kichik Paratjon xuddi bir sahroninki kovpi. Shunda oddiylar. Xuddi o'zi aytgan naqshadek. Oddiylar. Bana bergen tasiri şu. Benim tavsiyelerim yanım şu. Addi ifadesinden nasıl olurlar dediğimiz taraf. Rahmet. Nurnisa Hanım, sizden baharınız ne, tavsiyeniz ne? İşkelisi bir-birisiga zadi gap ketmaydi. Ammo bu uchun men o'rnimdan turay. Xo'sh. Men o'sha kichik Paratjonga Paratjonning ko'zi bo'lishga roziman. Rahmat. Lekin meni kechiring, cho'ng Paratni tanlayman. Tavsiyalarim shu. Rahmat. Tushunish bo'ldi. Abdullah efendim, endi sizden hicalet koyduğun minutlar aytıp geldi. Doğru düşünüşünüzü umut kılmaz. Bırak, en ahırki kararını yalnız siz şu tavsiyeden anlağındayken çokum keskinlikten çıkarışınız gerek. Onda sizniki ahırki kararınız kandak buldu eken. Ustozlar intayin yaxshi fikrlarni berdi biz uchun. Hammasi qimmatli. Bo'pmi, men bu so'zlarimning ma'nosini tushunalaydigan cho'ng Parat inimga da'vatman. Hozircha men kichik Parat inimga kasbiy to'g'riliq jiq paranlarni qilsam balkim bilinmaydi. Ammo u o'zining sevgan mushu kasbini menga davomlashtirishni yaxshi ko'rdi, xohlaydi. Xo'p, amaliyotda menga hozir navbatda davomli lozim bo'lgan odam cho'ng Parat. U intayin aqlli naqshchi. U hech qachon ustozliga, masalan, menga o'zining eg'ini sanmagan asosda mushu bugungi kunda aytayotgan naqshisini o'zi bitaraq qilib kelgan. Shu sababdan Mahmud efendim dedi ovozda izchil muqimsizlik yuz berdi. Endi kichik Parat bizga hozir anglayotgani bir naqshchining muqim ovozi emas. Lekin biz umid qilamiz uni ovozining o'zgarmay davomli shunday yangroq chiqishini. Shunga cho'ng Parat inim, sen bana bir kechirim ber. Ben seni davomli yetaklashni xohlayman, lekin bugungi qarorim kichik Parat. O'zim programımızın başlanışında görürmelerge. Şunaqla bizdeki yetakchi ustozlarga samimiy sog'inimizdek ustozlarniki o'z guruhiga başdan oxiri faqat bir a'zoni qabul qilib bilish soni bo'ldi. Agarda xohlasa ustozlarga 10 ko'p vaqt beramiz. Bizning cho'ng Paratning o'z guruhiga qo'shilasi bo'ldi. Qani, ta'tir sanaq boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Cho'ng Paratjon, sizning qanday shirak so'zingizni anglab aqayli sahndan ayrilish oldida. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlarimiz, aziz tomoshabinlarimiz. Bugun sal jiddiylik tufayli endi o'zim sal jiddiylashib qoldim. Shunga ustozlar nihoyat yaxshi taklif fikr berdi, men qabul qilaman. Men bundan keyin izchil tirishib, o'z yo'limda yaxshi joriy qildirib, o'z talentimni yaxshi namoyon qilaman. Men cho'qim tirishman. Paratjonmi shunda yaxshi aytdi, elimizga men shunda suyundim. O'zi shunda yaxshi g'ayratjon, o'zi chilib, o'zi aytdi. Men bu Paratjonning mushu tirikchanligiga bek qoyil bo'ldim. Men rozi. Bo'ldi, rahmat sizga. Menimcha biz bundan keyin texnik yaxshi sahnalarda sizni ko'ra olamiz. Undaqda oxirida bizning yetakchilar bilan bir qo'shilishib Birinci derecelik mükafatımız Sattava Hasilli Bazar Sağam Olca Farklı Müslümançı yönetlik işletiştirişi temizligen 200 bin yuan kıymetindeki avtomobil. Niyetli erkekler kuvvet içindeki samimiy asker. Programımız hazırda başlanadı. Növbətdə səhnəmizdə rəqabətləşirdiyini bolsa, Ürüm şəhərindən gələn Mirşad bilan Aqsu diyarından gələn Abdikim. Qani, rəqabət başlandı. Abdikim Aqsu'luq yigit. Endi onun chiroyli ovozini men bayqag'ili 7-8 yil burun men Aqsu'da uni naqshini anglagan. U musobaqada bu Kilamsan bahor degan bir naqshni aytdi. Bu naqshini shu chiqqan yillari yoshlarning sizini aytdi, bir bulg'ul qo'zg'agan bo'lgan naqsh.
Bu naqshni Abdukinni xili yaxshi saviyada etdi, biroq men uning oldingi yillarda Aqsu diyorida olgan naqshlarga qaraganda talantini joriy qilishi yetarli bo'lmay qoldi deb o'ylayman. Oldingi qatim musobaqada o'zimning rolni to'g'ri yaxshi joriy qildiramay qoldim. Keyin Abdulla akamning guruhiga kirgandan keyin mush tarbiyalanish jarayonida ovozdagi mush hissiyotni qanday ifodalashni, ovozni qanday o'rinlashtirishni qatorliq mush nurg'un bilimlarga ega bo'ldim. Lekin men uni ishimay, ya'ni yaxshi undan yaxshi natijalarni ola oladi. Ben Abdullah Sensi, yeni Abdullah grupsiga tanlangandan keyin intayin hayajonlandim, intayin xush bo'ldim. Chunki musobaqatni ishdan burun Abdullah akamning grupsiga tanlashni intayin arzu qilib kelgandim. Mirshad bomba kuchli naqshchi, undan umid zo'r. Bu qatim ummi yana taxmin bir qadam ilgirlagan holda o'ziga o'zi jang e'lon qilib, Majnun taldimmi, qiyinligi sal cho'nroq naqshlardan birini tanlab olgan aytib, Vatanim san jondan ezil degan naqshni o'rlamoqchi bo'ldi. Vatanim san jon, jondim aziz. Naqsh jarayonida men uning xili obdan turishayotganligini his qilyapman. Umuman o'tkir balla, kallasi saz, u naqshi degan başka unalarga o'xshash qo'l bilan tutib, igib ko'zib qo'ygan bo'lgan una emas. Buningga noiti kallı ketidan, to'liq o'ylash ketadi, tafakkur ketadi. Faqat o'ylash orqali, tafakkur qilish orqali to'g'risini tepib chiqadigan una. Chek tartish orqali menga Aqsu diyoridan kelgan Abdukim Aysa ismli qarinishimizning nisb bo'lganligini bildim. Mirshadjon bilan sahnadashib qolgandan keyin Mirshadjon bilan shu naqsh jihatdan nurg'un yaxshi fikrlashdik. Naqli bir-birimizga intayin yaxshi utuqlarni tiladik. Bu tanlashni anglagandan keyin men Abdukim Aysa qarinishimizdan ko'rishdim. Abdukim Aysa haqiqatan bu hozir amobab naqshlarni bag'riga kuzib ketgan bo'lgan. Lekin bu orqali men tamtirmadim, men qo'rqmadim. Chunki mening kallamda hozir tanlanish yoki tanlanmaslik emas, o'zimning naqshisiga cho'qim mas'ul bo'lib, mush naqshamni xalq rozi bo'lgandek holda aytish uchun tirishish bo'ldi. Mirshadjonning naqshish asosi intayin yaxshi, kuchli, mayir deb qarayman. Lekin o'zimni Mirshadjonni hargiz ojiz deb qarayman. Bu qatim bu musobaqada cho'qim Mirshadjonni yengdim. Men bu ishimni yaxshi natijalarni kutaman. Hozir men sahnaga chiqish oldi turibdiman. Eng oxir deydiganim, men yana Ipak yo'lidagi eng yangroq sada. Hozir sahnaga chiqish oldi turibman. Qarindoshlarimni meni yaqindan qo'llab, cho'nqur quvvatlashini uchun ko'ndim. Tarzim vardır, şanı şevketli. Tarzim vardır, balı bereketli. Özlemla bereket, hoş bu erkeklik. Vatanim sen can, candim aziz. Vatanim sen can, candim aziz. Şeytanlar topaz kalsa işimden, külbinli alayda dağıt işimden. Yana cafalar, cudurlar arar. Vatanim sen can, candim aziz. Hizmetler bilen akbulsa haram. Çallar kıyıp kıl bulsa yara. Nimeler gelse
Candim aziz Bedenimden candim aziz Bedenimden candim aziz Şu davr öter qaytmaydi. Buni men bilib etdim, bilmagan etmaydi. Yomonlikni hamma xush ko'rmas. Yaxshilikni uni unutmaydi. Daraxtlar bargidan juda bo'lsa, qaytadan tepishar kelganda bahor. Odamlar do'stidan juda bo'lsa-chu, qaytadan topmaydi bu umrman. Voy 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 voy, qometingdan akang aylansin. Voy 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 voy, shaqtingdan akang aylansin. Kimga yaxshi o'g'il, kimga eski qiz, bir umr farzand uchun jonni beramiz. Farzandimiz farzand bo'lsa agar, ular bizga emas, o'z farzandiga kuyar. Voy 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 voy, qometingdan akang aylansin. Oy 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 oy, shafqatingdan akam aylansin. Yana bu chunki shayton tananam kılıdım nadan. İnsani yok bulsa yok haydu vicdan. Boysular pulga insan. Yaxshi shogird ustozining qadriga yetadi. Kimligini bilmaslar, o'zgarib ketadi. Danishmanlar shuni bilib aytadi. Eshak samirsa, egisini tepadi. Voy 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 voy, qometingdan akang aylansin. Oy 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 oy, shafqatingdan akang aylansin. Qometingdan akang aylansin. O'xshashlar bugungi Abdullah sahnesida biz ikki yulduzni ko'rdik. Undaqda Abdullah Abdurim apandan boshqa bizning 4 nafar yetakchimizning nazarida bu ikki yulduzning qaysi birisi texim nurliq julolandi. Biz o'xshashlar ustozlarniki tavsiyasiga, bahosiga muhtoj. Mirshad naqshini o'zini qo'yib yaxshi etdi. Lekin bu bola azaldan yaxshi naqshchi bola ekan bu. Çaşını şehirgimi işqilib, nemili şehir olsa naqshi qilib aytib ketgandek hozir mushtirqida. Şuna meningki tavsiyam Abdukim. Erkin efendim. Hissiyat jihatdan Esaq Mirshad sal ojiz gap qoldi adashning hissiyat berishda. Abdukim bu naqshni
hissiyatni joyida oshirib o'tmay normal uni ustiga o'rlashadiki tiniq ham naqshining mazmuni bilan birlashtirib hissiyat chiroy ifodasi bo'lsin yoki shu naqsh etish naqshi bilan birga bizga bir hikoyani deb berdida Abdukim. Shunoq. Shunga yig'ib aytganda meningki tavsiyalarim Abdukim. Oxirida Mahmud Sulayman afandim, sizning tavsiyangizni alab baqaydi. Menimcha har ikkilaylarning ortiqchiligi bor. Ortiqchilik ichida yana ortiqchilik bo'lish iliq endi. Abdukim undan o'rlab berdi deb o'ylayman. Oxirida yana davomli Abdulla Abdurim afandimning qaror chiqarishiga muhtojmiz. Bu ikkisininki o'xshash ortiqchiligi va o'xshash kamchiligi va naqshlar. Bu Abdukim bir necha naqsh ustida to'xtamay izlandi, bu yoqqa ketdi. Eng oxirida oqshom hamma o'quvchilar ishlarini tugatib ketganga qadar saqlab turib bekitgan naqshimiz bu yerda bir 2 soatlar vaqt berildi. Topshiriq o'rinlaydiganlar. Lekin bugun topshiriq yaxshi o'rinladi. Shundoq bo'lganda keyingi qatimliq aylan musobaqaga mening bilan birga baramay vaqtincha to'xtab turadigan o'quvchimning ismi Sho'rpalar bilan rasm tushish intayin ko'ngillik bir ish. Hada, qanday qilib chashdingiz? Atramas bu degan mehri. Diqqat! Mehri? Mehri bilan shadlanar odam, mehri bilan ta'zinar qadam, hamma bo'lib barcha hammaga mehrlarga to'sin olam. Mehr olaydi supun parashuga har bir oilaga mehr ato qilg'usi. Mirshad. Shuningga hozir ustozlarning yana 10 sekund vaqti bor. Sizni ap qila oladigan. Qani qarab baqayli. Ta'tir sinab boshlandi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. To'lma afsus. Lekin menimcha bu qatim oyoqlashish, keyin qatimliq texnik yaxshi boshlanishdan derak berdi. Ustozlar deydigan qanday yurak so'zlaringiz bor? Mashq jarayonida menga istoydillik bilan, mas'uliyatchanlik bilan menga naqsh etish, bir naqshchi bo'lish uchun bo'lish tegishli axloqlarni, usullarni, yo'llarni menga ko'rsatgan ustozim Abdulla Abdurim to'liq chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Musobaqadan chiqqandan keyin men yana Abdulla Abdurim ustozim bilan men yana ustoz shogird munosabatida balkim keyingi qitimliq Ipak yo'l sadosida meni yanada sahnada ko'rishinglar mumkin. San'atchi bo'lishdan burun chin odam bo'lmoqni istamak kerak. Chunki chin odamlar qalbidan huzurlanishni, shundaqla umidsizliklar orqali tovlanishni biladi. Mirshad Abdug'ofur, umidvor bo'ling. Undaqda navbatda yana davomli raqobatda bo'ldig'ini Elzat bilan Aman Eli. Hakan buldu baharın, seni sevmem yarım. İzzat bo'lsa ovozi kuchsi, garchi uning mahdi kuchli, bu birat ovoz bo'lmagan bilan, mo'ngli chiroyli yasab jabdib aytilgan iqtidorga ega. Ben Abdullah sekiziga qabul qilingandan keyin Abdullah ustoz bilan fikrlashish orqali o'sha sahnadagi jiddiylikni, o'sha o'duqishni, ahang farq hissiyotni qandaroq bilimga erishishni, o'sha Abdullah ustoz bizga bir qo'lliq o'rgatdi bu qatim. O'sha narsaning tushunchada, kuchida qaytib kelgan. La 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 Aldatıp ben şu sahnada
naqsh yapılış jarayonida 4 yil ustoz bo'lish uchun aylanibdi. Men shunchalik qo'shildim. Lekin bir afsuslangan yerim albatta ben faqat shu Abdulla ustozlar ko'rishib qolgan 3 ustozlar qat'iy ko'rishibdi. Men hozir shu ekran orqali 3 ustozdan kechirim so'rayman to'g'richilik bilan. Amaliyli bo'lsa, biraz cho'nqiroq mazmunli naqshlarni aytib yaxshi ko'rgan. Ilmiz saviyasi bir-biridan kelishmaydi. Umuman mening o'quvchilarimning saviyasi umuman bir-biridan kelishmaydi. Bosqon idi tog'lar Moңbol idi tog'lar Hozirgi iznasi shiraqroq ko'rindi. Kayfiyat bo'lsin. Ben bu qitimqi musobaqada g'albilik holda Abdullah sahnasi tanlanganligimdan intan xursand bo'ldim, xush bo'ldim. Burundan men kasbiy tarbiya olgan o'qituvchilarimiz deydigan shu nafasni nihoyat muhim o'rinda edi. Bu daqiqamda Abdullah akamiz biz uchun ustoz sifatida ustozimiz bizga mushqitim qistimi yana nafasni kontrol qilishni alohida ta'kidladi. Shuning bilan birga bu naqshdan chiqayotgan mazmun, tekstdan chiqayotgan mazmunga asosan shu hissiyatni qanday berish, qanday chiqarish, ma tavush qanday hissiyat keldi mushiyatda ko'plagan tajribalarni bizga berdi. Robingda kelar qitim ovozga chiqib bo'lsa vaqt. Atrofingda Şu gulculuk dostumuz Aman ili hemen bilen rakip bulduken bu ağlımızla ortak karanlaşıp hazırlıkça nakşımız birbirimizle yetişip birip diyendek üçüncülük işler oldu. Ben nakşal hakikaten şu halık bıraktıysa halıkla vayır yetkizip edirken ben bu adatta şu amibab halık nakşlarını bekerek ettiler. Ben şunda gamda bu uçlarımın kaysını ağır, kaysını yapalan bu bana intayın bir kiyim müşkül iş buluyordu. Lekin her işkilsiga yaxshi natija tilayman. Ben sahne çıkışta aldı turvatıma, hazır sahne çıkama. Halkımızdan qo'llab quvvatlab berishini chindan umid qilma. Unda zat ikkimiz lahmaydani ko'rishaylik. Ben hazır sahneye çıkmakçı. Aman ili beni saklab turgan bo'lsa, sahneye ko'rishaylik. Seni sevmem yarım Yüreğimde yaşamaz gülüm Seni sevmem yarım Seni oylap gözümden de öter bu güllerim bende Öter bu güllerim bende Tapamaz ki seni alemde Seni sevmem yarım Tapamaz ki seni alemde Seni sevmem yarım Seni sevmem
yürekten inip davran. Pervanem bulay değmez, hemhanem bulay değmez, hemhanem bulay değmez. Etrafımda divanem bulay değmez. Etrafımda divanem bulay değmez. Günde görmeden seni, günde göremeden, günde göremeden, ölmesek köşkende, bağrımdan basay menden. Ölmesek köşkende, bağrımdan basay menden. Bağrımdan basay menden. Xo'sh, hurmatli Abdulla apandim, shunaqla boshqa muhtaram yetakchi ustozlar, apanimlar, xonimlar, naq maydondagi tomoshabinlar. Yuqorida biz Aman Ali bilan Elzatningki mahoratiga nazarimizni og'dirdik. Undaqda o'xshashli bizning yetakchilarningki bahosini, ularningki tavsiyasini anglab baqsak. Aman ili bilan Elzat ikkilisi liqqidi puraydi ekan. Puraqchi. Liqqidi puraq. Çoğun mesele yok. Umum jihatdan şu naqsha o'rlash jihatdagi hissiyat, puraq, xilila mukammal bo'ldi deb o'ylayman o'zimchanda. Shunaq bo'lganda Abdulla apanimga kimni tavsiya qilsiz? Mundaq qilsak bo'ladimi? Xo'sh. Ne Abdulla akam bo'lgan ikkilisini tavsiya qilsam bo'ladimi? Bo'lmaydi. Cho'qim ichidan birini tavsiya qilishingiz kerak. Unda bo'lsa birsini men o'zimga tavsiya qilsam bo'ladimi? Tamamen bo'ladi. Agarda tanlanmay qolsa, o'z guruhingizni qo'shib olsangiz bo'ladi. Xo'sh. Mahmud Sulayman apandim. Men şu ikkilerini tanlayman şu. Bugungi naq maydondagi ifodasiga qarata. Yo'q. Nurinsa Basxonim, sizning tavsiyangizni anglab baqaylik. Xo'sh, meningki Tavsiyangiz? tavsiyarim ishkirsi. Yuqorida bizning boshqa yetakchilarimizning tavsiyalarini anglab o'tdik. Qirg'anchada bizning yetakchilar 2 yil mayirni ilib kelishingizni tavsiya qildi. O'xshaydi. Abdulla apandim, oxir qaroringiz qandaqdir? Ya ishkilisi qilishni tavsiya qilmadik. Unda xo'sh ishkilisini tavsiya qilish, birisini sho'lvatsa, birisini qalay demoqchi. Demakchi. Demak Abdulla Dedi o'zi. Siz xotirjam bo'ling, men borman. Vallahi.
Tushunishlik bo'ldi, Abdulla afandim. Tushunishlik bo'ldi. Intayin yaxshi taktiklarni tepatidi bular. Ya, ko'ngillik so'z, ko'ngillik so'z. Demak, ikkilisini ol demakchi. Agar birisini qo'yib ketsanglar biz ikkitimiz deyotdi. Bunda qisqanda oldu. Bugungi sahnada natija ilib mang'ida yaxshi, natija ololmay qolgani yaxshi emas degan gap yo'q. Biz hamon birga bangimiz mushunaqa cho'qim ishimizlar qo'ya. İzzat sen ishlamsan? Shuning uchun keyingi qatimliq musobaqada mening bilan musobaqada qatnashmoqchi bo'lgan o'quvchim Arshkil. Acırsiz ijod bo'lmaydi. Tirishchanlik bo'lmasa, g'alabami bo'lmaydi. Elzat Muhammad bilan Aman Ali Ahad chiqqanlarni tabriklaymiz. Kamtarlik bilan izlanib, texnik zo'r natijalarni qo'lga keltirishinglarni umid qilamiz.